بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد. Bugünkü dersimiz hukuku kullum minez zevceyni alel ahar. Her hutundan her birinin yana birisi üstündeki hakları. لقد عني الإسلام بشأن المرأة عناية خاصة. İslam aileninki işlerine alayda köngül bildirdi. Uniye yani ihtimma degan ma'no. Aniye bihi de kasmo buldu. Uniye de kasmo buldu. Ba bulan kildi. Lazım degan. Sulasi lazım buldu. Uniye desanla mudarani yu'na desler. واعتبر الزواج هو الأصل الذي منه تنمو وتترعرع. Toyne bir asas deb qaradi. Aile aşınыңdan yetilib, ösep, yetişip çıkılgan narsa de toyne asas deb hesapladı. Tatara'ra'u yani ösep yetilidi demek. وَلِذَا سَلَكَ الْقُرْآنُ فِي شَأْنِ الزَّوَاجِ مَسْلَكًا بَدِيعًا. Şunun için Kur'an-ı Kerim toy işi de nâitin misli görülmegen intayın isil bir yolunu tuttu. Bedi' degan ondan ilgiri onda körülüp bakmagan şunda isil. Aleyküm selam. حَيْثُ سَمَّاهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Nikahını mustahkem ahda deb attığını da yani hayf deganni shu o'rni joy degan ma'noda bo'lsa shunda deb atgan chig'ida atgan vaqtida bunda isl bir yo'l tutgan degan bundadir. Qur'on Karimda deydi va kayfa ta'khudunahu va qad afda ba'dukum ila ba'din va akhadna minkum mithaqan ghalidha. Nikahni mithaq ghalid dedi. Yani aldım degandek mustahkem bir ahda va'da degan. Ay ahden metinen ekiden yani nait taklengen mustahkem bir ahda demek. Bundan muş aile muş mustahkem ahdinin üstüge kurulgan buldu. Ve savvara imtizacet tarafayni fihi tasviran dakikan bi kavlihi. İki tarafdan yani er bilan ayolning bir-biriga bunda imtizaj degan aralishish, giralishish, kirishib ketishi. Mushuni nait jinchga tasvirlab bunda dedi. Afda ba'dukum ila ba'd. Yani vaqad afda ba'dukum ila ba'd. Yani sizlar o'zaro bir-biringizga ashunda tutishib ketgan. Afda degan usul va bulugh degan ma'noda. Ila bilan kelsa ashunda ma'no bulugh, usul. Laqad wasala ba'dukum ila ba'd va balagha ba'dukum ila ba'd. Yani nikah yoki jima ishlarda her hutun bir-birlarining bir adamdek bo'lib ketgan bo'lg'achqa ashunda tasvirladi dedi. Yana bir oyatda hunna libasul lakum va antum libasul lahunna. Ular sizlarga kiyim-kechak, sizlarmi ularga kiyim-kechak. Xuddi bir-birini yo'gab turadigan kiyimga o'xshaydi dedi. Endi bu yo'gab turadigan kiyim xuddi masalan ermo ayoli bilan iffatlik bo'la oladi. To'yning maqsadlarining birisi al-iffa, yani birisi al-i'faf. Özümü iffatli qilish, juftini iffatli qilish. Undan ekan bu ernimi ashuna qo'dab qolgan narsa. Ayol iffatli iffatini saqlash orqali. Ondan ermi ayolni qo'dab qoladi, kiyimga o'xshash qildilar. I'faf qilish orqali. Wa rakkazahu ala as-sakani wal mawaddati war rahma. Rakkaza degan ashuni bekitdi, o'rnatdi degan ma'noda. Ash oilani nimaning ustiga bekitdi? Va rakkazahu degan damir nima qaytadi? Zavoj. Rakkaza zavoj yani to'yni sakan degan ko'ngil aromi, xotirjamlik. Shunda xotirjamlik bo'lgan chog'ida rahat, jimjit, azab tug'an bo'lgan ekan sakan. Qur'on Karimda litaskunu ilayha. Nima shu to'yning nimalaridan birisi shu, maqsadlardan birisi. To'y qilishdan maqsad nima islomda esa bu farzand tarbiyalash, farzand ko'rash emas. Farzand ko'rash, iffatli qilish, qarshi tarafni iffatli qilish, al-mawadda va rahma, oila barpo qilish, bir-biridan o'zirilish bor, halol o'zirilish bo'lgandan keyin hamkorlashish shuncha maqsadlar. Wal mawadda mehr muhabbat, do'stlik degan. Va rahma mehr shafqat. Mushlarning ustiga o'rnatdi to'yni. Wa ja'ala az-zawjata qit'atan min zawjiha. Ayolini erininki bir parça qildi deydi. Wa tariqan mashru'an ila baqa'i naslihi wa nasliha.
Erning-mi, ayolning ikkilaylanninki neslininki davomlashi, nesli qab qilishi, davomlashishiga qonunliq bir yo'l qildi. Mashru degan mishada islom yo'l qo'ygan, e'tirof qilgan, qonuniy jihatdan yo'lni qo'ygan bir yo'l. Shunda qilib Alloh taolaning da vallohu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Alloh taolo sizlarga o'zlaringlardan juftlarni qilib berdi. Sizlarga o'zingizdan juftlarni qilib berdi dedi. Endi o'zingizdan bo'lmay boshqadan bo'lib qolsa, masalan ba'zilar inson jin bilan to'y qilarimdi, jindan to'y qilishga u deydi-ku. Lekin unda u min anfusi bo'lmagan ekan, balki qamlashmasligi mumkin. Sakan va muhabba undan bo'lmasligi mumkin. Agar shunda to'y qilish mumkin degan taqdirda, balki mumkin bo'lmasligi mumkin. Lekin o'zdan bo'lgan ekan, o'zining jinsiga yaqin bo'lgan ekan, bu chog'i sakanga yaqin. Va ja'ala lakum min azwajikum banina va hafada. Sizlarning juftinglardan farzandlarni, navra, chevrilni qilib berdi. Va razaqakum min at-tayyibat. Yaxshi halol rizqlarni berdi dedi. Demak, o'sha min anfusikum azwajan ya'ni ekan, o'zinglardan juftinglarni, bu juftinglar shu o'zingning bir parchasi. Yani Adem Aleyhisselam yaratgan çağda Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nefsin vahide ve khalaqa minha zawjaha. Demek Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Havanımızı ama şu Adem Aleyhisselam'ın bir parçası. Bazı rivayette kuvurgısından yapar. Sol tarafının kuvurgısından. Doğruken aslı bir nefs. Bir nefsten iki kılıp topik olsun, başkanın menfi musbat diyendek aslında bu birbirini toluqlaydigan juftlik berdi. Hazime qaytarib qo'ysa shu lafzi itibaridan aşağı olmuyor. Ha mi? Va xalaqa minha. Min nafs. Nafs. النفس مؤنثة وخلق منها أي من نفس واحدة وخلق منها من هذه النفس زوجها. لفظ itibaridan aşağı oldu. يا نفس اعتبار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ارجعي وغنك نفس. وآدم عليه السلام مذكر altında nefs etibarı. Nevre, çevre, evre ve kızar. وقد كفل الله الأرزاق بعدله. Allah Teala öz adaleti, fazl merhamet bilen rızıklarını hammaga özü kapalat qilgan. Men rızık berman de. فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Ve bu toy qilish targ'ib qilib, o'yinishga targ'ib qilib. Agar bular qo'l ilgili bo'lib yo'qsul bo'lib qolsa, taqdir bo'lib qolsa, Alloh taolo o'z fazlidan ularni boy qilib o'tadi. Xuddi Alloh taolo buning va'da bergandek. Yani ben qo'l ilgimda taz yo'qdi, to'y qilsam keyin ayolimni boqolmay, bolalarimni boqolmay qolaman deb ansiraman. Alloh taolo uning rizqini berdi. Shunga ba'zi olimlar to'yni bayovlashning bir yo'li deb bayovlay degandan bu to'y qilmagandan men hayron degan var. Çünkü Alloh taolo va'da bergan ekan, to'y qilish boshqa maqsad bo'lmasa, bayovlay deb qolgan bo'lsa, bo'yta qolgan bo'lsa, to'y qilsang bayovlaysa demaksan. وكذلك عني الرسول بشأن الأسرة. عنيا دي sanımı buldu. عنيا دي sanımı buldu. Şundaqla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile işlerine Allah'a ko'ngil bo'lgan, aileni ruslashga, tuzashga ko'ngil bo'lgan, taqvimi hargan. Ve şer'a kull damanat lazimah li hifziha ve baqaiha. Aileni qo'g'dash ve aileni aşında xotirjam çuvatmay turg'izish uchun lozim bo'lgan butun keraklik tabolatga ega qilgan narsalar hammani bekitib qo'ydi, yo'l qo'yib qo'ydi. Va ihatatiha bi jawwi min al-bishr. Va ash'alni bir xil bishr degan mata ochiqchalar yoki xushallik desak bo'ladi. Bir xil shodlik, xushallik shunda bir muhit bilan qaplab turishga alohida ko'ngil bildigan endi qonunni bekitadi. جو ديان أنا هو كلمات والسعادة بخسادة هدوء تجلق استقرار مقملق والخلق أخلاق والطهارة باكلق والتضامن وزرا همكرلشش والاستقامة درسلاش رس مناش مشندا مزمونلان مشندا alaylıklarla korşap turduğan, aşın ailini qoğdaydıgan
qonunlarni belgildi, ko'rsatmalarni berdi. Va saytarat ruh at-ta'awuniyati ala jawha. Shu oila muhitiga hamkorlik ruhining umumlashishi, hukm surishi. Saytar degan ishg'ol qilish, egallashgan. Ya hamkorlik ruhi egallason deb shu chetishli ko'rsatmani berdi. Va tamasuki va ta'atufi jami' afradiha. Shu oila a'zolarining hammasida er xotin bo'ldi, undan farzand bo'ldanda, ha? Bularning hammasining o'zaro mehr shafqat ko'rsatishib bir-biriga, bir-biri bilan mustahkam yar yo'lakda bo'lash. Tamasuk degan anda sen bir-biri bilan qo'lini tutishib, mo'rini-mo'riga tirab degandek. Shunda hamkorlik qilishi. Va g'ayri zalika al-umur allati yansha'u wa yatakawwanu biha al-baytus sa'id. Va mushuningdan boshqa yana baxtli oilada bo'lish kerak bo'lgan, baxtli oilani paydo qiladigan, yetildiradigan anda ishlarni belgilab qo'ydi. Va qad takallama fuqaha al-muslimin kathiran fi haqq ar-rajuli 'ala al-mar'a. Musulmon fuqahalar, musulmonlarningki olimlari, fuqahalari erning ayol ustidagi haqqi to'g'risida nurg'un gaplarni qildi, so'zladi. Va haqqul mar'ati 'ala ar-rajul va ayolning er ustidagi haqqi to'g'risida gap so'zni qildi. Walakinna nujizu hadhihi al-huquq fi anna huquqal mar'ati 'ala zawjiha sab'atu ashya. Lekin biz o'sha haq huquqlarni xulosalab ayolning er ustidagi haqqi 7 turlik deb yig'inchoqlaymiz. Birincisi as-sadaqu allazi yadfa'uhu ilayha ta'biran an hubbihi va taqdirihi. Er o'zining sevgisi va qadrlashini ifodalab, ammo shu ayolga berilgan to'yliq deydi. Sadaq degan to'yliq. Va atun nisaa sadaqatihinna nihla. Sadaq degan to'yliq. Va an tamam rag'batihi fi zawaj biha. Ashu ayolni yoki qizni erishishga zodi o'zidagi bir rag'batni, intayin qiziqadiganligini ifodalash uchun da to'yliq berish kerak. Nima uchun degancha bu mol degan, mol dunyodagi eng muhim narsaning birisi. Wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ana oyatning shu turgan bu mol dunyo. Bu shunday qimmatli narsa. Insonlar shu mol iqtisod uchun bunda bir-birini ep ketadi. Ama ana shunday qimmatli narsaning mardin kechib yurkidan chiqarib boshini mark qilib uni birida olsa, shu ayolni qiziq ekan bu degan ma'no chiqadi. Uni biramasa, siz pulning mardini kechirmaydi ekansiz, pulni qurbon qilolmaydi ekansiz deb u qiziqmaydiganligini bildiradi. Bu bir ayollarning islom izzatligidan bo'lgan narsa. Qala Taala va atun nisaa sadaqatihinna nihla. Ayollarga mehr to'yligini ishingdan chiqarib shundan biraytonlar. Nihla degan ko'ngillar rozilik bilan biraytonlar. İkincisi an-nafaqatu wal kiswa. Ondan to'y qilgandan keyin ayolningki butun xarajati, chiqimi, kiyim-kechak, yemek-ichmak, turalg'u va kaza hammasi erning ustidagi haqqi ayol. Va sukna turalg'u joy. Allati tulaimuha. Ash ayolga munosib bo'lgan bir turalg'u joy hozirlab turish kerak. Hasab ma jara bihi al-urf wal 'adatu li amsalha. Ashunda darajadagi shu tabaqadagi ayolga jamiyatda odatda qandaroq uy tayyorlab beradi desak, mandaroq uy bo'lish kerak desa, shunga loyiq uni o'zimizni tayyorlab berish. Albatta fuqaroning o'tirdi o'lcham bekitishda ixtilof bor. Chiqimni erning iqtisodi, erning boylik ahvoli qarab bekitamdoq, yoki ayolning boylik ahvoli qarab bekitamdoq, yoki ikkisinikini ko'z turib o'tirdiq bekitamdoq, shul qarash bor. Yoki undan boshqa qarash bo'lsin. Masalan, bir o'quvchi bir millioner xizmat qilsa, u millioner xizmatga dachimni tayyorlab bermaydi. Ba'zi olimlar yo'q, millioner xizmatning dachini o'ylayotganda o'tolmasa, dachini o'ylab shunda dachimni tayyorlab berish kerak deyish mumkin. Ba'zi fuqarolar bu o'quvchi bo'lgan ekan, erning ahvoli qaraymiz. Qayerdadir shu er bo'lgan ekan, bu o'quvchi oddiy bunda o'zimizni, kapitimizni tayyorlasin mayli. Yana birsa, an martabasi bilan ma'no o'tirdiroq bir nimaning qilamiz deyishmi. Lekin shunday olsa chiqib turalg'u joy, kiyim-kechak, yemek-ichmak, hamda hozir doktorga ko'rsatish, davolashlarga cho'qimchirdan. Bir qo'limga to'g'ri gap qilmagan. Hozir doktorga davolatish chiqimi,
erning ustiga. Şu Qashqarda shunda namat tekshirdi. Doktorxonada tug'utga chiqmasdan, u tug'utning chiqimini ayol taraf birda. Ya ba'zi oilalarda ayol kishi og'rib doktorga ko'rsash kerak bo'lib, pul xarajatiga ish bo'lib qolgan chog'da onasiga ivatib qo'ydi. Tabii aslida doktorga davolash kerak, lekin dazmoga ivatib qo'ydi. Bu oyda qanday sakan olmadi bo'ldi o'chog'da. İlgirki ulamalar birinchidan davolanish joiz deb qaraydi. Yani çünkü o doktorlukda babasında taraqqiy qilgan, davosi foyda qilgan ishi, nechtillarni hajisini kasalni saqlamaslik mumkin. Bunda ina qilgankin davolanish joiz, ixtiyorlikda ish deb qaraydi. Davolanikin unda unda ixtiyorlikdagi ba'zi chiqimlik qilsin bo'ldi deydi. Unda hozir davolanish degan yo'nalishlarning birisi. Davosi saqlaydigan ehtimoli jiq yuqori hozir taraqqiyotimiz. Davolanikin hozir chiqimni qilish kerak. Ba'zi yemek-içmek, bazı öğü türalgıdan ağrının kaçaydığı operasyonu sakaydığı âlâ bulur hakat. Şuna mı ya? Falan kimini mu appama, ma uyumu tayar appama, dava sakaydığı deyişi mümkün. Ve alel mevludi lehu, el mevlud lehu er. Aş erge ayal balını tuğup verdi. Yani perzent tuğup verilgen kişi, yani er, şunun üstüge rizquhunna ve kisvatuhunna bil ma'ruf. Aş tuğupaga ayal yaki xotini şunun chiqimini to'liq vaqt miqdorida bil ma'ruf degan vaqt miqdorida qilish kerak. Kiyim-kechak, yemek-ichmak boshqa. Uchinchisi husnul muashara. Chiroyli birga yashash degan. Muashara degan birga yashash, birga turmush kechirish, turish degan ma'no. Va riaya, parvarish qilish, beqish, qarash. حيث يقول القرآن وعاشروهن بالمعروف. Ular bilan xotinlaringlar bilan chiroyli qashanglar, bil ma'ruf degani o'sha chiroyli, yaxshi. Hammadan yani yaxshi deydigan, tunishib qo'ygan bunday shaklda yashanglar. Va yaqulu Rasul sallallohu alayhi vasallam khayrukum li ahli. Sizlarning eng afzalinglar ayollarga, oilasiga eng yaxshi muomala qilganlar. Ve ana khayrukum li ahli. Memmo sizlarning ishinglarga oilasiga eng yaxshi muomala qilgan kişidir. Dördüncüsü himayatuha min ayyi i'tida. Ayolni bu qo'g'dish kerak. Qanday bir ziyankeşlik, düşmanlik uchraydigan bunda bir ish bo'lib qolsa, qo'g'dash erning ustiga vojib. Wal i'tidalu fil ghirati alayha. Andik u ayolni kullash masalasida normal bo'lish. Bekchikni oshirib, behuda kullab ketmaslik. Qala sallallohu alayhi vasallam inna Alloha yaghar wal mu'minu yaghar. Alloh taolani kullaydi, mu'minni kullaydi. Uni kulmaydigan odam bo'ldi, deyus bo'ldi. Deyus. Allohni kullaydi, mu'minni kullaydi. Endi Alloh taolani kullashi nimada iboratsa, va ghiratulloh ayyatiyal mu'minu ma harrama Allah. Alloh taolo haram qilgan ishdan birini mu'min qilsa, Alloh taolo mushun qarta kullaydi, norozi bo'ldi demoqchi. Beshinchisi ta'limuha umur-dini fardan va nafla. Ayolga din ishlarini, din ahkamlarini farz bo'lsin, nafl bo'lsin, umuman dinning ko'rsatmalarini, ahkamlarini o'rgatish deydi. Wal ihtimamu bi tatbiqi zalika ala nafsiha va awladiha. Ayole o'rgangan din ko'rsatmalarini o'ziga va farzandlariga amaliy tatbiqlab manishiga ko'ngil bo'lish. Bu erning ustiga vojibning birisi. Hayf yaqulullohu taala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ahlak mishada Rasulullah'ninki ayollarni ko'rsatdi. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Yani ayollarını namaz buyurgan, vastabir alayha, yani aşın buyurup tuğan demekçi. Yani aşınga sabırcılık bilan zerikmey, bunda buyurup devamlılık konuda tuğan demekçi. Yani mesela sabır mecaz mursal, anil mudavama. Altıncısı adamul idrar biha fi nefsin ev malin. Ayolga
özünün mesela cismani taraftan olsun, ya mal mülk taraftan olsun, ya köngel eziyeti olsun, hiç kanı ziyan azar vermezlik değil. Bu mu erinin üstündeki bir mecburiyet. Kâle Teala وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ Ularını bak sıkıntı için uları ziyan sanmalar. Mesela birisi bir ayağını sıkıp bunu ahirandan ben kula kılıp xetimlerimi toyluqnımı al, bana bergen toyluqnımı birey xetim bergen dap aşı vayda digizmek olgan bolsa, qanday qılıdı? Bu kundaştın bini esirip ya ottağızıp koydu. Bu oydu bu ayağlandın sıkılıdı. Sıkılıp ahire xetimni versler. Bergen toyluqnımı birey ayrılır. Digiziş için bu aşın her şekilde sıkı durun. Bir aram kılın. Şu an Allah Teala ve la tudarruhunna li tudayyiqu aleyhinna. Yani ayolların hukukunu da korugan. Sen ularga aşında ziyan umanla. Ya ki mesela iddet tutuvatkan ayol bolsa, iddet tutuvatkan çağda erinin öyde iddet tutuş gerek. İddet tutuvatkan çağda bu ayolni bir iş kılıp bu kovulu etmekçi olar. Çıkımaya gırkaygen ya lazım bununla. Kanda kılıdı o. Öyle başka adamın etçeline sırıp beşerde utta uzup kıysa bu ayarlarında ya turamay hasta çıktı. Çıkarken öz çıkarttı. Ben çıkartmadım onu daplam onun üstüne kurtulmak için. Ve kâle ve lâ tumsikuhunne dirâran li ta'tadu. Aşı ayalga ziyankeş kılış için, ziyan uruş için aşı ayalını emride tutuyordu. Kandağırsa mesela bu aslı koyup bakmakçı. Peki koyup verip nukisa iddet tükise bu ayal başka ergi tigalaydı. Lekin bu başka ergimi tigelmesin bu. Dep i'tida qilish uchun bir talab qildi. İddet to'shaygan chaqda raja talab qilganki amri qaytarildi. Ana amrni bir muddat tutib, endi taka ikkinchi talab qildi. Ana iddet to'shaydi, 3 oy to'shaydi, 3 oydan bo'lmaydi, endi qancha qaytarildi. Yana uchinchi talab. Shunda qildi, girgir qilib 1 yildak, 1,5 yildak ayında bir vaqt agi tekkili qo'ymay, bunda esib qo'ygandek bir. Demek bu aşında ziyan uruş için emirde turuştan ibaret. Bunda kılmanlar. Onu koyup bakım olsa, koyup bakım tükise oldu, sen adacı da oldu. Baka emrin kaytırıp, yani bunu bir müddet tutup, yani iddet tutup, bunda kılmanlar. Ta'tadu dini. Hakkıki tecavüz kılış, aşımı naçarlık kılış, düşmanlık kılış, tecavüz kılış emdir. Ta'tadu dini. Yettinse el-adlu fil qasmi beyne zevcat. Yani bir netçe xutun ağam bolsa, buların o'ttirda birli qo'nash va chiqib, uy tutib turish va kaza ishlarini tang taqsim qilish masalasida adil bo'lishi. Idza kana ar-rajul mutazawwijan bi akthara min wahida. Birdan ortiq ağam bolsa, 2, 3, 4 qadar. Ağam bolsa, shu xutunlari o'ttirda tang muomala qilish, adillik shart qilindi. Qala Teala فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Eğer adalet kılanmay, zulüm kılıştın ensirsanlar, khiftum da ensirsanlar, zulüm kılsanlar değil, ensirip kılsanlar. Bir söylem buldu kılanlar. Zaten bu Uygurluk qanday qildi? İkincisini ağını qo'qab birinci konu peshqadam qadina sotini uftiranmaydi. Shunama? Buni maqbul tutgan gap. Ya uni ağayınları ya bir görüp bir dairədəki adamlar uqsama. Anda onu maqbul tutgan ekan, aslında Allah bunda yo'qolgan deb undan nima qilib, ba'zida uni necha kun tashlab qo'yadi. Ha buni necha kun tashlab, ya bir oy uni tashlab qo'ygan, shunda bir adolatsizliklar. O yana ağanın xotini yashiroq, bo'lsa unga necha ming ko'ylab pulning ko'zi qarama hajlayverdi. Burunqi ayoli shunda hadisa turmush kechirgan gap. Demak bu adolat qilinmaydi. Bunda olan ekan favahida. Bir qismi birisida o'tiradi. Çünkü bu zulüm. Zulüm bo'lgan ekan, adinginisi aqoti chataqdi. Ve qala sallallohu alayhi vasallam mana men kanat lahum ra'atani kimki ikki xotni olib qolsa, imra'atan yoki faktara 3 ya 4 olsun shunda. Falam ya'dil baynahuma yoki baynahunna desak bo'ladi. Ularning o'tirda ya ikki xotning o'tirda adillikla muomala qilmaydigan ja yawmal qiyamati qiyomat kuni qanday keladi? Yajurru ahada shiqqayhi saqitan aw ma'ila.
Shiqqay degan eninkinin ikki tarafı bir. Yoki butun badanning yerimi. Mesela badanni ikki kilamda jum qilsak, o'ng taraf, so'l taraf desak, shiqq degan yerimi ham bo'ldi. Bir tarafi unda saqib ketgan, singilib ketgan, bunda holat keladi deydi. Saqadan ketgan. Yani unda tushib ketgan, maylan degan singilib qolgan, yoki eqib ketgan, yoki saqatan degan eqib ketgan desak. Şu bu xatarlik ish. Asa e'lon qilib qo'yib, biron xotnimi aniqlab qo'yib, bundaga shariat ruxsat qilib oldim. Shariat nima qilgan bo'yicha bunda tang taqsim qilaman. Deb ma'ni qashda bir kun qilsa, aning qashda bir kun qilma. Ma'ni bir qatim safar ilib chiqsa, ya hajga ilib borsa, ikkinchisini bir qatim olib chiqsa. Yoki o'tirda chek tashlaydi. Bunda qilish kerak. Unda qilinmasa, ish chataq. Qo'shilish kerak emas. Xotin ilish uchun burunqi ayoliga, qo'ldagi amrdagi ayoliga uni ruxsat ilib qilish. Faqat shart qilgan bo'lsa, ustunga xotinlanmaysiz deb to'y qilgan chog'da, nikoh qilgan chog'da shart qilib tekkan bo'lsa, shu shartida turish kerak. Agar unda shart qilmagan bo'lsa, uxtimay asin bo'ldi. Ilib, ya'ni ijozat so'ma ilib, hemen xotin oldim ayolni bir o'tib bordim unisi. Ve bir gün qilma, bir gün qilma, harom bo'lib qolsin. İşte. Nega qo'rqib, u yolg'on gap qilib, nadibtaz biznesini deb. Wa amma huququr rajuli ala zawjatihi, endi erning ayol ustidagi haqlari kelsak, u miyatdir. Wa ilayka talxisuha, sizga xulosini so'zlab beraylik. Birinci al-kivama. Kivama reislik, başlıklık, aşın perviş qilish, igrochilik degan bu. Kivamaga xabar ilish degan mi buldum? Qama ala deymiz-ku. Wal ishraf alal usra. Ash oilaga yetakchilik qilish, xabar ilish, boshqarish, pervish qilish, beqish degan gapim bormish. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erlar ayollarga qaraydigan, baqadigan, pervish qiladigan kishilar. وقد بناها الإسلام على الرحمة. بناها يعني بنى الأسرة. İslam aşu ailene rahim şefkat, mehr muhabbet üstü kurgan. Fehiye riayetun ve muhabbetun muhlisa. Unda onun için aşk kıvama diyen başkuruş, bekiş vazifesi diyen ne ibaret? Riayet, perviş kılış, bekiş. Ve muhabbe, söygü. Sap, samimi söygü demek. وَلَيْسَتْ بِسُلْطَانٍ مَفْرُودٌ الْقَهْرِ وَالْاِذْلَالِ. Onu xarlaş, yani ayağını xarlaş ve bozuk etiş için onda tınıp koyulgan bir hukuk emas o. Mafrud degan ondan boşlanmaydigan, aşında çaplap koygan, bekitip koygan, onda bir hukuk emas. وَيَّ تَدْبِيرٌ. Demek kıvamı degan tedbir. Yani ailede tedbirlik başkuruş, irşad, yeteklaş, şunu da ibaret. وَلَيْسَتْ بِسَيْتَرَا وَلَسْتِبْدَادٍ. O şunda adam hem nasi yalılıp özünün digini boyunca başkuraman da bunda müstabillik kılıştı ibaret emas. İkincisi ta'atuz zavce li zavciha fi gayri ma'siyetillahi ta'ala. Erinin ayol üstüdeki hakkının birisi, yoki ayolning eriga qarta majburiyatlarning birisi, erga Alloh taolo ma'siyat olmagan ishlarda bo'ysunish kerak. Mesela falan yer baramansa abigem bama ati baramansa. Mesela çön. Haythu qala aleyhissalatu vesselam eyyuma imra'atin matat ve zawjuha radin anha dakhalatil cennet. Qanday bir ayolning eri aşa ayoldan razı bo'lib o'lib ketgan bo'lsa, ayol jannatga kirib ketadi dedi. Eyyuma imra'a. Meniki shunday ayyuma. Çünkü bir hadisda la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq. Davamlıken bu ta muqayyadan. Günah işi buyurulgan olsa o çağda itaat kılış yok. Manda yamaçtan vurup basa xidmetiş okuğa. Aba. Mesela bazı erler özünün ağabeylerini şuna hizmet kılsa, şunu ya tanış oynaysan diyişi mümkün. Onu yap, kısı buldu. Onu boysunuş yok. Mesela yağlık atmaysan da tur aldığınlar var. Bazı erler yağlık atmaysa. Şuna maziyetke itaat kılış yok. Sizni belgilediğiniz kanda sizlerden çıkan kitap. Sözü belgilediğinizse toylukna birip kula yapılıp ilişek var. Onun olmasa hiç ne koymayım, zaten sen hakkını vermeyme, hakkını vermeyme. Digini boyunca yesen deydiği olsa hazır bir taraf. Kulaya kumay durup bazı çoğu hazır diye. Kulanmış hazır kılıyordu. Esasen hazır kılıyordu. Abir ayılma Resulullah'ın aldığı bağından Etabüddin aleyhi hadikatahu diye.
Qazı Qiyada ahlimla, muisbet aqsaqalla şunu oturup yap kılmaz. Yani şeriat boyunca qilgan bo'ldi. Hani aş'ar Müslüman daşılıkta yaxshi bo'lib aşın ma'qul deydi. Ma'qul demese bu çağdan sot bilan ilişkin. İttiraran mecbur olan. Allah. Bu sotku bazı olmaydı degan ahval. Şer'i mahkeme, şeriat kanunu boyunca bir taraf kılış imkanı bağında turguluq. Unutmayın. Mesela miraslarda bizden müstahazının sayısı kızlarla yakman oğuldan tanıttım diyenler. Şeriatı mandası unutmayın. Sotkuasa uçağda uçata. Peki hakkında da şu şeriatın hükmünü unutmayan bir karıştırır. Mecbur olan bazı bu. Çünkü şeriatın olması makasır kişilerinki hak hukukunu koğdaş. Maksat şu. Bu sottan vakıda hem de maksadı var. İnsanın izzetine, mal mülkine, nefsine, düşünün zeminine mesela hem bunu koğdaş. Bundan olurken dünyada şu ayalının hakkını koğdaş. Üçün kandakmış. Ne bir yolu var? Ahiremde biz şeriat desek mi unutmadı karşılarım. Onun için sotuk bakın. Hakkımızdan da koğdaydı. Kadir vatanı köpeğince bunda arlaştırı oldu çok. İhtiyarı da şeriatının usulüyle bir taraf kıyıqlılığı aslı var, onun usulünde bir taraf kılış gerek. Yani karşı taraf şeriat unutmadı bu. Ya karşı taraf Xitay. Xitay bizden pulumuzdan aldı. Kandaklı'nın bunların binekiler. Bazıdan şerifimizin onda hakkını yuvası bulmaydı. Birin de bunun gep unatılı bulamda bulmaydı. Ya ki bazı özü Müslüman dediği adam var. Hakkını korkmaydı kan. Bizden hani uyumuzdan zeminine yivaldı bu. Özünden kılıp aldı. Ya hakkımızda belirinde kaz verip tuğan, tuğduğunu da vermeyme de. Ya koyuvetti koymuşuluk. Kandaklımızdan da. O ehline gelsek mi o Allah'tan korkmadığı adam şöyle inkarım dedi. Yani çağırdığın ilişkisi var mı? Ya benim şu dumbalap vurup kişiler ilişkirek, nasıl başka avarçılıklı çıkışı mümkün. Ya ki sotları, sotlarıklık aldım. Buldu şu. وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ. Şimdi ilişkiye yakın. Ben sotku veriştim. Bunda dumbalap ağanı sürmekle yaşlı olsun. Sotku varsa da bu sotku ağanlıkın bu kapırının kanunu etraf kılgamında kapır oldu da turbadan karındaşı bağı var mı da? Bunda ağanlıken özürünün küçüğü dayanılan özürünün toğrulu tarzak o takı yaxşı. Üçüncüsü en takussa zevceha bizinetiha ve itriha. En ayal kişi yasınış, zibzinnet, kuşbırak, etir biznes seçiş, gerim kılış. Muşundan aslında fakat şu irgilam şunda yasınış gerek. Kâle Teala وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Allah Teala mahrem tutalları olsa onun zinnetinin gösterisi buldum şu ayetini لِبُعُولَتِهِنَّ ev defağı. Lakin irgilam bunda yasansız buldu. Çünkü mahremlerge Kur'an'sa bir hatırcımlık var. Lakin yatadan gösteriyor. Bu çağda çatak çıkışı mümkün. Dördüncüsü en temteni'a anit teberruci. Yerim yalıngaç, erlerinin dikkatini bozgaydıgan, muşunda halette yerim yalıngaç yürüyüşüne teberruc deyimiz. Yasınıp, yat erlerinin şahitini bozgaçsı ibaret, teberruc deyimiz. Aynı kılması gerek. وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا. Üyden fakat erine uğraşlarla çıkış. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Uyanında oturanlar yani uyanında turup karna diyen ve karadın kâgin boz mümkün, istakarra diyen kâgin boz mümkün. Uyanında turup aynı salafetlik ve kardın kâse aynı isel izzetanını saklagan halette uyanında oturanlar diyen boz mümkün. Ya ki mukumlıktın bolsa uyanında mukum oturan diyen boz mümkün. Baza kandap, koşuldu sıkıldap jürüp bunda uzağına ne kılman lazım. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Destekli cahiliyetteki yerim yalanaç aşında başkının dıkkatını kozgaydıran şekilde yasınıp yürüdüğün işini kılman lazım. Yani tebarrucal cahiliyetul ulay. Birinci cahiliyet kasipte ise alımlan. Ya bu birinci cahiliyet İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında başlanan bir iş var. Yerim yalanaç kim ki erlerinin arasında bunda mağdığan, başka erlerinin dıkkatını takdığan şu çağda başlanan boğaçka dastlabki cahiliyet vaqtilik ishni qilmanlar. Yoki Rasulullahning zamonida ilgirki vaqtlar bo'lishi mumkin.
Bir hadiste Abu Zer'e zaman inneke mru'un fike cahiliye. Senin cahiliyet eser kaldığı bak şikense dedi. İnneke mru'un fike cahiliye. Yani dağdır fike cahiliye dese bu kapırtı diyeti dağdır. Cahiliyet fikirinde. Lekin cahiliyetin anda eser kaldıkları. Cahiliyetin de tırlışılığın, konuğu karlılık, istibattı. Müslüman boğanın ki bu bazı bir aslında adetlerini toluk taşlanmaya kalkan ahval boğaçka cahiliyetin eser kaldıkları. Beşincisi وَاَلَّا تَأْذَنَ لِأَحَدٍ فِي دُخُولِ بَيْتِهَا إِلَّا بِرِضَى زَوْجِهَا وَإِذْنِهِ Uyuya yerinin ruhsuz, yerinin razılıksız bir adamını başlaması gerek. Yani başlaması gerek, bu mihman mı, kelgen kişi mi, bu mu özünü biliş gerek. Falana kun bağ mı? Yok. Yok de. Vay mı kinkiler de. Özünü sorup geçiş gerek. Bir adam kaşanlıklı böyle içirip bir al çayısı bunda utanması gerek. Yani Uygurluğun adının bazı adamında akşikası başlatışı mümkün öyle. Vay kâsler burada. Mesela içirip oturuşu mümkün. Kaçta adamında şakallı olsa romanlar kağıtında çay payını çıkartıp verip aldığı çıkmayız. Okulda açılı bağımda. Bazı bir şikadırlar başlayıp çay koyup konuşu mümkün. Vallahi alam. Lekin bu anda qandalan bo'lmasin, yaxshi niyatlar bo'lsin, bo'lsin keyin avarchilik keltirib chiqaran bir ishim. Yomon gumon paydo qiladigan. Shu bu oilaning atrofini shunda mustahkam ko'rsatmalar bilan qo'g'dab, qo'rg'onning ichiga olib qo'yganda bir ahvol. Va an tuhafiza ala malihi va tudabbira umura ma'ashihi. Erning mol mulkini asrish kerak, qo'g'dish kerak. Buzib chechayotmay, yo'qotmay. Aş erning turmush ishlarini o'rinlashtirish kerak. Atamak etib turadigan, kiyimni dazmolsalar qilib, unda qiladigan ishni qilib berish kerak. Endi qadis unda bir ko'rsatma yo'q. Shu Hanifiy mazhabda erning xizmatini ayol qilish majburiyati yo'q deydi. Haqiqiy ixtilof bor. Agar u qilsa, ayolga bir xizmatchi olib turadigan, u xizmat qilmaymi, shunda o'tirib turadi. Yoki shu ayolningki oila tabiqisi aslında uyun hizmetini kılmayında oturulan vezirinin kızı olsa, ministerinin kızı, baş elçinin kızı olsa, bunda olsa uyun hizmetini kılmayı bu değil. Çünkü baş mazhabında uyun hizmetini kıldığı dedi Allah. Lekin öydeki bazı işler aslında uyun işlerini kıpırış gereken. Yedinci ve en tuhafiza ala şarafiha ve ifafiha. Yani aş ayal özünün izzetini saklaş gerek, iffet numusunu qo'g'dash kerak. Va tasuna li zawjiha hurmatahu. Erning hurmatini qo'g'dash kerak. Va ta'rifa lahu haqqahu. Haqqini to'liq ado qilishi, tunish kerak. Yani haqqini tunishi, hurmatini saqlashga ayol iffetlik bo'lmay. Yoki er kishi bilan paranglashib, chaqchaqlashib yuradigan, menda ayol bo'lsa, erning yuzi chiqib ketadi. O ayol haqqıdan erlar çaqchaqlashdi, gap qiladi. Shundan ondan bu er numus qiladi va davonikan ayol shunga diqqat qilish kerak. Va ta'rifa lahu haqqahu va karamatahu. Va erning izzat, haqqi, hurmatini tunib, shunga rioya qilib qo'g'dish kerak. Erning o'zini shunday ish qilmaslik kerak. Qala ta'ala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaybi bima hafizallah. Salih ayollar itaatman ayollardır. Qanitat degan itaatman, qunut degan ta'a degan ma'no. Qiyam ma'nosi bor. Qiyam ma'nosini deb qarsak, o'z majburiyatlarini ado qilib turadigan ayollardir degan ma'no. Hafizatun lil g'ayb. Yo'q ahvollarda omonatni saqlaydi Allah. Er yo'qlab qolsa, ippini saqlaydi, uyini saqlaydi, yatadini kirgizmaydi. O'tirdagi maxfiyatini saqlaydi, mol mulkini saqlaydi. Bima hafizallah. Yani bu ayol bunda saqlaymadık, bunda saqlab ketgan ish yo'q tabii. Allah Taola'nın saqlab berishi bilan ondan saqlay oladi. Çünkü el-amru nima? Biyadillah. Allah'ın tevfiki bilan, Allah'ın shunda qulaylashtirishi, udullashtirishi bilan ondan saqlaydi o ayol. Ayolning saqlashimi Allah Taolo nurg'un ko'rsatmalarni bekitib qo'ydi, qonun bekitib qo'ydi. Shunda Allah'ın bekitgan qonunlari bilan ondan saqlay oladigan bo'ldi bu ayol. Allah'ın tevfiki bilan ondan saqlayoladigan bo'ldi. Ve hunaka umurun ve hukukun müşterakatun beynehuma ve hiye sab'atun aydan. İki tarafga o'rtak bo'lgan haq, huquqlar bor edi. Ba'zi bir ishlar bor. U 7 ekan. Hammasi 7 chiqibdi.
Birinci el-ihtimamu bi husn ihtiyari kullin min az-zawjayn al-akhar. Er-xotin bir-birine to'y qilishga tanlagan chaqda yaxshi tanlash kerak. Shuni ko'ngil bo'lish kerak. İkincisi ve gaddu kullin minhuma basarahu. Her biri mesela ayol kishi to'y qilgandan keyin boshqa erlarga unda qarab qilsa erning huquqi tajovuz qilgan bo'ldi. Ermo yat ayollar qarab yursa ayolning haqqini tajovuz qilgan bo'ldi demoqchi. Va ta'affufu amma harramallohu taala. Alloh taolo harom qilgan narsani o'zini saqlash, iffat qilish. Uchinchi va imtina kullin minhuma anil khalwati bir rijal. Her ikkisi anda namahram birisidan xoli o'rinda bo'lib qolmaslik kerak deydi. Masalan, er yat ayol bilan xoli bir yer bo'lmaslik kerak. Ayolmi yat er bilan xoli o'rinda birga bo'lib qolmaslik kerak. Ayollar mahram bo'lmagan yat erlar bilan birga xoli o'rinda bo'lib qolmaslik kerak. To'rtinchisi vastimta'u kullu minhuma bil akhar. Ve ikkisining bir-biriga qarata haqqi, ikkisi bir-biridan huzurlanib bahra elish kerak. Alal vajilladi shara'allohu tahsinan lahuma. Yani bu birga bo'lash, huzur elish Alloh taolo belgilagan qonun ichida bo'ldi deydi. Shu doira ichida bo'ldi. Va akamlarni ko'rsatib o'jiq oyatlar masalan. Nisaakum harthun lakum fa'tu harthakum annashitum masalan. Yana va yasalunaka anil mahid qul huwa da dedim. Haydalat kelmaysiz degan gap. Demak, bunda bir doira belgildi. Shu doira ichida qonun rioyatiga odatda bahra oladi. Tahsinan lahuma bahra olganda andin bu ikkilanni haromdan saqlab qilish vujud chiqadi. Chunki to'yning g'oya nishonlaridan birisi al-affa wal i'faf dedi. Yani ki huzur olgan ekan, shahridan qandigan ekan, andin haramdan saqlanadigan bo'lg'achqa bahra ilishni to'sib bo'lmaydi. Aslında şekilde şu tariqada Allah Taala yol qo'ygan tariqada şu bo'yicha degan. Beshinchisi va hifzul asrar az-zawjiyya. Er-xotinlik munosabatga doir yoki boshqa er-xotin o'tirib bo'lgan sir maxfiliklarni saqlash kerak. Va adam tahaddusi anil ahval al-jinsiyya. O'tir jinsiy munosabat, jima ishlari bu to'g'riliq boshqalarga gapsiz qilmaslik kerak. قال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. Allah Teala'nın huzurda kıyamet günü mertebe cihatının en naçar mertebede, en osal ahvalda kaldıran kişilerin işi de bunda kişi var dedi. Er-racul yufdi il-imrati. Er ayağıyla birlikte olup, cima kılıp, bunda birlikte buludu dedi. Ve tufdi ileyh. Bu ayal mı? Eri bilan birga bo'ladi. Summa yanshur ahaduma sirra sahibi. Andin ularning biri juftining ba'zi sirlarini boshlig'iga taqdirdi. Jamida sirlarni taqatmaslik kerak. Oltinchi tabadul ra'yi wal mashurati fima yata'allaqu bi umuri hayatihima. Ikkilan o'zlarining turmush ishlarida, shuning munosabat ishlarida o'zaro ko'z qarash almashtirib, maslahat qilib qilishdi. Yana farzandlarni tarbiyalash, turmushini retkisalash, bunday ishlarda maslahatlashish. Yana Qur'onda sarraha bidalika fi sha'ni fitam at-tifl. Chunki Qur'oni Karim bolani emchakdan ayirish masalasida maslahatlashni tilga oldi. Fitam at-tifl bariday. Emchakdan ayirish ya emitish masalasida. Haythu qala فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Eğer ikkilan o'zaro razılashib, emchakdan ayriladigan bo'lsa, razılashib va maslahatlashib deydi. Emchakdan ayriladigan bo'lsa, bu ikkilanga gunoh yo'q. Masalan, 2 yil emitgan bo'lsa, 1 yil emitib ba'zi bir kashin sababidan 1 yil emitib bo'ldi qiladi. Emchakdan ayrilmaganlar deb qolsa, mayli. Ve koşalmasa bombayı diyen kımıdır. Lakin maslahatlashib bundan qolsa, emchakda ayrilib yoki yani imiti vaz buldu diyen iken, yani maslahatlash kerak, maslahatini ilish kerak degandek bir mazmun chiqadi. فكيف لا يشرعه فيما هو أهم من الأمور التي تعرض وتطرأ في مناحي الحياة. Yani o şu balını emçekten ayırış ya imitiş meselesinde maslahatlashishni yol qo'ygan tursa, turmushning boshqa ishlarda uningdanmi balını imitish emitmaslik masalasidan bakrak muhim bo'lgan ishlarda
ona tapılmamda, yol koymamda elbette onun maslahat qilish kerak deydi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu işlerde ayarlarından maslahatını algan. Mesela Hudeybiye'de mi? Hediye kurbanlığını bozlap ihramdan çıkınlar dese sahabeler çıkmay turib. Bu andan Resulullah kabullab çirib. Peygamberim de yandaası anlattım ahir diyenceler. Ummu Salama'ma bundan desalanda esiyatı nimada açıqdan oqpam bolsa. Çıkıp özlerinin kurbanlığını bozlap ihramdan çıkıyor asla. Aslında mümkün değil. Yani Resulullah kurbanlığını bozlap çeşin çuyutup mutluyagan ekan. Bunun da qarab astadan mümkün. Ve anda mühim işimdimi ayollarning maslahat ko'rsatishi bo'lganimda. Yana Rasulullah vahiy kelgan chog'da Rasulullah qo'rqib ketdi. Hazrat Hadijaning da sizlar rahimullah yo'qsillarning deshini sizlar mehmonning obdan kishillar Allah Taala hargiz sizlarni da xarakunga qo'ymaydi bu deb. Nima shunda bir maslahat berib, yurgan mazmut qilib qildimda. Yana varaqaning qashqa apadi emas. Bu maslahatdan cho'ngroq bir ish ma. Vel meşakil allati tahtaju al-mashura. Maslahatlashish, kengash lozim bo'lgan har xil mushkullar. Bunda albatta maslahatlashish lozim. Ve i'mal al-fikr, o'ylanish kerak bo'lgan endi ishlar bor. Ve tarabut lil-usul ila hallaha. Ashu mushkulni hal qilish uchun, chora topish uchun bir-biri bilan hamkorlash. Tarabut deyapman shu hamkorlash degan. Aloqalashib, maslahatlashib. Demek aslında balını emitiştek adli bir işte mesleğini yol koygan bolsa ailede duch kıldıgan, turmuş duch kıldıgan türlük müşkillerini bir taraf kılış için, şunu çağırtıp için elbette ayarının mesleğini veriş gerek değil. Mesela adeta kızımızla majigitke berem doktorunu kıldım okunmaydı mı diyendek arkadaşlardan da ata-ana mesleğini o? Şu an. Ma mektepte verilim bağmaydı mı, ma okumaydı mı mesleğin. Anda aslında ne maslahat kullanıyor. Falan ki meyman çağıram da o. Yettinci at-taawunul maddi vel edebi fi cemi'il mehamil lazimati lil usra. Edebi degan bir ma'naviy deganimizda ishlatiladi. Maddi va ma'naviy hamkorlashish deydi. Oila uchun lozim bo'lgan butun vazifalarda maddi va ma'naviy hamkorlashish, maham degan vazifalar. فعلى المرأة أن تقوم بكل ما تستطيع من رعاية. Mesela mesela ayol kishi qilishcha parvish qilish, xizmat qilish va xizmatning maliyatini g'ayri parvish qilish va ba'zi biramda pul chiqim qiladigan bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin, qilishcha xizmat qilish kerak deydi. Nafaqa albatta o'ziga vojib. Lekin ba'zida zo'r qilib qolsa ayol kishi qachida bilazi kun setib doktorxonaning pulini to'laydigan narsa bo'ldi. Fidokorlik qilish kerak bo'ldi. Va alar rajuli an yuqaddima kulla ma yaqdiru alayhi min amwal va a'mal. Demak shu oylik lozim bo'lgan mol-mulk olsun, ish, jafo mushaqqat olsun, har kishi hamma fidokorlikni taqdim qilish kerak. وليكن رائد المسلمين في ذلك هو ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي وابنته فاطمة حيث قضى عليها بخدمة البيت ورعايته وتعهد الأولاد وتربيتهم. Müslümanların başlamcısı, yol başlıqçısı degende. Raidni bizimizde aldın berip ahval egallab razvedlik qiladigan razvedchik degandekmi? Yoki eng dastlabki yol başlamadigan kishidir. Rasulullah Müslümanların rahberi nima bo'lishi kerak bu masalada? Rasulullah o'zining qizi Fatima bilan Hazrat Alining o'ttirda hukm qilib qo'ygan bir ahvol bor. Shu ahvolni yetakchi qilib, ulgu qilib minish kerak deydi. Haythu qada alayha an mush vaqalikda Rasulullah qanday hukm qilgan? Fatima radhiyallohu anha o'zining qiziga uyning ichidagi xizmatni siz qilasiz, farzandlarni siz boqasiz, tarbiyalaysiz deb tur. Yani iri Ali radhiyallohu anhuga bima kana kharijan anil bayti min kasbin wa amal. Uyning sirtidagi pul topadigan, shafqat qiladigan, tirikchilik qiladigan, uyga lozim narsani akab turadigan ishning hammani siz qilasiz. Uyning ichidagi ishni ma qizim Fatima qildi deb hukm qilib qo'ygan. Bunda bir vaqalik rivoyat kelgan. Kelgan bo'lgan ekan, ba'zi olimlar mushunga asoslanib ayol kishi uyda xizmat qilish kerakmi, kerak emasmi, qaynonasining xizmatini qilammi, qilmamdi, u bu deb talashlar chog'i
Muşunun da evet kaynanasının hizmetini kılış mecburiyeti yok. O anda örf-adet cihetten, edep fazilet cihetten fidakarlık kılıp onda ketidi. Mayli. Lekin yapma ayrım öğretirmen daha başka hizmet kılmayman dese onun hakkı değil. Hem de uyunun hizmetini kılış gerek mi dese bazı adamın müşvah kalbi esaslanıp uyunun içi hizmetini ayrı kılış gerek. Hem yuğurduğun tabakıdığı uyunu süpürdüğün bu da işte kılış gerek. Resulullah bilen kılgan uyunun sertliğine er kılış gerek. Elbette uyunun içinde bu bazı bir eğer işler kaldı er kılış kılamadığın Batonlatlı bir yerde yötkeş. Bunda işler kaldı er kıpırda. Yani andın er bazı bir yengil uyunun işleri olsun mu ayak işlerle işte bazı işini özgürden kılgası olmayın. Mesela Resulullah bazı bir işini kıp koydu o. Yaksifuna Allahu ve yahlebu şatav diyen rivayetli bağı. Kana yakun fi hizmeti ehli deppa. Resulullah adeta uyuda ne iş kılıp değerse namaz okup başkan işlerini kıyalanıp bakalıp kalsa ülke balçaklarının hizmetini kılıp değer. Öyle de kıpırgan bir işli olsa hazır bazı onda tatil olup bulaştım ben. Ayak hissettim o suda bulaştım kılan öğüsünüp aşağını silip tamam ketip kırdılar. O anda bırakıp da gözlüklerin namkası bir geldi. Lekin doğumla onda kıpırgan olsa onu çatakım. Lekin normalde bunda bir hüküm kıptı ki Resulullah. Oyunun işçilik işine siz kılan deb kızdığa. Sertlik işine Hazreti Ali qiyson deb kichiklarga hukm qilib qo'yibdi. Ular mushuni asos qilib, mush bo'yicha qiyson demoqchi musulmonlar. وبهذا التوزيع تتحقق المماثلة التي قررها القرآن في الآية الكريمة التي تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Muşunda vazifini çatsak şu tarafken, takatsak, bölüp koysak, muşun olanından Kur'an-ı Kerim muşu ayette muayyenleştirgen o'xshashlik vujud chiqdi. Tang barobarlik. Ayol tang barobar degan bir gap bor hozir. Shu tang barobar bo'lgan ishlarda hammada mumkin bo'lgan ishlar tang barobar. Rost gap. Lekin tang barobar bo'lmaydigan bir qilish va unda tang barobar qilsa bo'lmaydi. Kur'an-ı Kerim'de mana tang barobarlikni bundan muayyenleştirgan. Walahunna yani ularning haqqi mislulladi alayhinna bil ma'ruf. Ustiga vojib bo'lgan mecburiyetligi o'xshash darajada tang haqqi bor. Bil ma'ruf degani muvofiq miqdorda. Chiroyliqcha. Wal rijali alayhinna daraja. Yani ikki taraf tang huquqda. Lekin erlarga bir daraja ustunroq bir huquq bor. Ya'ni oilaningki ro'da shunning qo'lda. Başkuruş. Çünkü ikki va undan jiq adam bo'lsa, bir adam başkurucu olmasa, hammadan o'zining bilganicha mansub bo'lmaydi. Ayda bir daraja başkuruş nimasi bor. Bu hamda erdiki ba'zi bir alohidalik bo'lg'achqa. Vallohu azizun hakim. Alloh taolo shunda hikmat va ish qiluvchi bo'lg'achqa bilib, nayt muvofiq o'rinlashtirgan buni. Qala Imom Shayx Muhammad Abdu, Imom Muhammad Abdu o'z vaqtidagi Misrning muftisi. Şu Raşid Rıda'nın ustazı Müslüm. Çok alimlerin birisi. Şu Mısır'da öz vaxtida şu hakiki selefilik ekimini barpa qilgan alimlerin birisi. Çok bizning diyarimizdeki ma yaqinqi vaqtlardan burunqi selefi ekimdikilar ko'pincha musulmonning ta'siri uchun. Raşid Rıda, Tafsir-i Manar'ning, Muhammad Abdu'ning ta'siri uchrab, ayda mangan İmam Muhammad Abdu mush oyatga qarta ba'zi izohat berib وبيانا للمكانة التي رفع الإسلام النساء إليها İslamiyet ayollarni shunda yuqori bir martaba ko'targan. Ashunda yuqori martabani, ashunda yuqori o'rinni bayon qilib bunda deydi dedi Imom Muhammad Abdu. Hadi daraja allati rafa'allohu an-nisaa ilayha. Demak, shunda tang barobarlik martabasiga ko'tardimi? Ko'targanki, shunda bir Allah Teala ayollarni yuqori martaba ko'targan mushu daraja, mushu martaba lam yarfa'hunna ilayha dinun sabiq. İlgari o'tgan diyonatlar, qonun va la shari'a va shari'a degan qonunlarning birasi unda ayollarni yuqori martabada ko'tarib boqmagan. Bal lam tasir ilayha ummatun min al-umami qabla al-islami wa la ba'dahu. Balki taqa ayollarni bunday martaba ko'tarish masalasida islomning ilgari ummatlardan birasi yoki islomning keyingi birasimi bu martabaga, bu darajaga yetilmagan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.